Assalamu alaykum qarindoshlar. Biz tunji soatlik darsimizda nima dedik? Matematika son sıfırlardan direkt berdi. Shundaymi? Unda olsa son sıfırlar nimadan tarkib topadi? Raqamlardan. Matematikada toplam qancha raqam bor? Toplam 10 raqam bor, shundaymi? Unda olsa masalan 0, anan ikinchi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biz matematikadagi bu 10 raqamdan foydalanib son sanoqsiz sonlarni qanday yoza olamiz. Bu yerdagi 10 raqamning, masalan, odatda biz telefon boshqalarga telefon qilgan vaqtda telefon knopkalarimiz bor, shundan birisi tushib qolsa biz xohlagan kishiga telefon qila olmaymiz yoki xohlagan sonni yoza olmaymiz. Unda bo'lsa, masalan, bu yerdagi bu 10 raqamning bir o'rtaq alohidaligi bor. Hammasi qanday? Bir xonalik son. Men bir xonalik son dedim shundaymi? Unda o'zi ikki xonalik sonlarni yozg'ili bo'lamdi. Masalan, yozib boqaylik. Masalan, qanday? 10, shundaymi? 11, 12, 13 shundaymi? Mushta ketadi. Nechigacha masalan 98, 99. Men bu yerdagi sonlarni yozib oltamay. Unda olsa bu sonlar hammasi qanday bo'ldi? Ikki xonalik sonlar, shundaymi? Masalan, 3 xonalik sonlarcha unda olsa 100. Ya'ni-chi 101, 102 mushta ketadi. Qanday? Nechigacha? 998, 999. Agar 1000 bo'lib qolsa, necha xonalik son bo'lib qoldi? Shundaymi? 1000 bo'lib qolsa 4 xonalik son. Unda olsa masalan 1005 shundaymi? Mushta ketadi. Yana qanday? 9998 shundaymi? 9900 qanday? 99 4 xonalik sonlar. Unda olsa masalan imtihonda bunday savollar chiqishi mumkin. Eng kichik 3 xonalik son qaysi? Yoki eng kichik 3 xonalik son qancha? Shundaymi? Eng kichik 3 xonalik son. Ya'ni 3 xonalik sonlarning ichidagi eng kichiki 100, eng cho'ngichi 999. Undaq bo'lsa biz sonlarni qanday bir o'qib boqaylik. Masalan, men 4 deb bir son yozdim. Shundaymi? Qanday bu bir xonalik son 4. Men buning oldiga qanday masalan 2 dan 1 ni qo'shib qo'yay. Necha bo'ldi? 24 deb necha bo'ldi? 2 xonalik son bo'ldi, shundaymi? Bu birlar xonasi, mavchu o'nlar xonasi. Agar buning oldiga qanday men 3 ni qo'shib qo'ysam, 324 bo'ldi, shundaymi? Unda bir xonalik son, 2 xonalik son, 3 xonalik son. Buni biz qanday o'ngdan so'lga birlar, o'nlar, yuzlar. Yana masalan qanday bo'ldi desa, men bir o'rnak beray. Masalan, bu boshqalarga men qanday 4 lira bermoqchi. Unda bo'lsa 1 liralikdan qanday 4 ni bermoqchiman. Masalan, men boshqalarga qanday 24 lira bermoqchi. Unda bo'lsa men 10 liralikdan 2 ni qanday 1 liralikdan 4 ni bersam bo'ldi. Bu birlar xonasi, bu-chu o'nlar xonasi. Ya'ni 24 degan bu son 2 10 qanday 4 tal 1 dan tarkib topadi ekan, shundaymi? Unda bo'lsa masalan men boshqalarga 324 lira vermekçi. Unda olsa birler, onlar, yüzler. Yani 100 liralıktan 3 ne, 10 liralıktan 2 ne, 1 liralıktan 4 ne. Mesela makul şekilde oylasak mı buludu. Unda olsa ben devamlılık yani aldığı son qo'shib qo'yay. Mesela qanday 5, 3, 24. Unda qanday qo'yamiz? Birler, onlar, yüzler, minglar. Shundaymi? 5300 qanday 24. Bu 5324 ning ichida 1000 dan nechisi bor? 5 bor, 100 dan 3 bor, 10 dan 2 bor, 1 dan 4 bor. Shundaymi? 5324. Unda bo'lsa endi davomli oldiga son qo'shib qo'ysam-chi. Masalan 6 5 324. Unda bo'lsa biz buni o'qishdan burun qanday 10 dan so'lga birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 ming. Shundaymi? 10 ming dedim. Unda bo'lsa 10 mingdan 6'sı bo'lsa necha bo'ldi? 60 ming. Unda biz buni qanday 65324 deb ma'qul shaklda o'qisak bo'ldi. Davomli o'ng tarafga yozay. Masalan 7 ni qo'shdim. 7 6 5 324. Bir narsaga diqqat qilgan bo'lsanglar, men qanday 3 xona ayirib yozdim shundaymi? Chunki qanday o'qishga texmi qulaylik. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 ming, 100 ming. Neçə dedim? 100 ming. Ma'qul qanday? Birlar xonasi, o'nlar xonasi, yuzlar xonasi, minglar xonasi, 10 minglar xonasi, 100 minglar xonasi. Demak, bu sonning ichida 100 mingdan 7si, 10 mingdan 6si, 1000dan 5i, 100dan 3i, 10dan 2si, 1dan 4i bor degan gap. Unda olsa birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 ming, 100 ming. 700 qanday? 765 ming, shunami? 324. Unda olsa masalan buning oldiga masalan necha 8 ni qo'shib qo'ydim. 8 700 qanday? 65 324. Birlar, o'nlar, yuzlar, minglar, 10 ming, 100 ming, 1 million.
Birler xonasi, onlar xonasi, yüzler xonasi, minglar xonasi, 10 minglar xonasi, 100 minglar xonasi, qanda 1 millionlar xonasi. Unda olsa bu qanda 8 milyon, şunama 765 ming 324 bo'ldi. Unda bo'lsa davomli masalan, shuni qo'shib qo'yay. 38 şunama 765 324 qanda 3 xona ayırıp yazdım. Çünkü o'qishga texmi qulaylik bo'ldi. Birler, onlar, yüzler, minglar, 10 ming, 100 ming, 1 milyon, 10 milyon. Unda olsa 10 milyonlar xonasida necha bor ekan? 3 bor ekan. 10 milyonni 3 ga ko'paysa necha bo'ldi? 30 milyon shunama. Unda olsa miyadicho 8 milyon battı bayatdin. Shunama. Unda olsa 38 milyon shunama 765 ming 324 degan gap. Tamam, davamlı aldığı kuş bakayım mesela. 938 şunama 765 324. Onda olsa bu yerde kanda 9 xanalık bir san çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kanda okuyayımız? Birler, onlar, yüzler, minglar, 10 ming, 100 ming, 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon. Şunama 100 milyondan 9'u bolsa neçe buldu? 900 milyon. Şunama. Anandan keyin 10 milyondan 3'ü bolsa 30 milyon. Anandan keyin 1 milyondan 8 bolsa 8 milyon. Onda olsa 938 milyon 765 ming 324. Onda olsa bu davamlıq yazgılı bulamdı, elbette buldu. Mesela aldığım ben qanda 2'ni qoşub qoydum. 938 765 324. 10 xanalıq bir san çıxdı. Birler, onlar, yüzler, minglar, 10 ming, 100 ming, 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon, 1 milyard. Şuna ama milyardlar xanasında neçe bakken? 2 bakken. Onda olsa 2 milyard 938 milyon 765 ming 324. Biz azırca müşahiç okuşunu ögünümüz. Onda olsa sanlarını qandaq yazımız. Mesela qanda bir aylan bana okup berdi, men yazımı. 365 dedi şunda ama 300. Bunda 300'nin keyninde aslı qanda 2 nol buluş gerek. O 300 demedi. Nemde de 365. Mesela bir aylan bana qanda 408 dedi şunda ama 400. Əməliyyatda qanda 2 nol qoysam 400 buldu. Lakin o bana 408 dedi. 400, onda olsa 8'ni qoşub qoyumuz. 418 degan bolsa maya qancha buldu? 1 buldu. 428 desa 2 buldu şuna ama. Məsələn 65 ming qanda 645. Qanda buldu? 65 ming şuna ama. Məsələn biz mingni qanda yazımız? Mingnin keynində 3 nol var. Şuna ama. Onda olsa 65 mingnin keynində mi qanda 3 nol buluş gerek. Mesela 65 ming qanda 656 dedim mi bayettin? 65 ming 656 mana. Mesela qanda buluş mümkün dese 1 milyon. 1 milyonunu qanda yazmaz? Birinin keynində qanda 6 nol başına ama birler, onlar, yüzler, minglar, 10 ming, 100 ming, 1 milyon. Onda olsa mesela qanda 1 milyon 938 ming qanda yazmaz? 1 milyonun keynində 6 xana buluş gerek. Şuna ama 938 ming. 938 ming buluş için qanda yani 3 nol qoyup berdim degan gap. Mesela 2 milyon qanda 345 degan bolsa. 2 milyon nin keynində 6 nol bolsa 2 milyon buldu şuna ama 2 milyon 345 dedi. 345'ni ben qanda yazalayım elbette. Lakin 6 xana buluş gerek. Demigen kısmı ya ki qanda çıkmay qalgan. Yani kısmıga biz qanda nol qoşup berimiz. 2 milyon 300 qanda 45. Şuna ama. Onda olsa mence sanlarını oquşda ve yazışda başka çoğun bir mesele qalmadı deb oylayman bütün sanlarını. Onda olsa yeni bir tekrarlayaylı dersimizni matematikada qanda 10 raqam var ekan şunda ama 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Onda olsa bularning ortaq alayligi qanda bir xonalik sanlar. 2 xonalik sanlarning eng kichigi 10, eng cho'ngi 99. 3 xonalik sanlarning eng kichigi 100. 100'den qanda 999 gacha hammasi 3 xonalik sanlar shunda ama. Onda olsa 4 xonalik sanlar eng cho'ngi 9999 shunda ama. Onda olsa masalan başqalarga 324 demekçi, biz 324 lira, onda olsa biz qanda birler, onlar, yüzler. Yüzler xanasida 3 bo'lgandan keyin 100'ni 3 ga ko'paysak necha bo'ldi? 300. 10'ni 2 ga ko'paysak 20, 1'ni 4 ga ko'paysak 4. Shundami? Onda olsa 324 TL başqalarga bermoqchi bo'lsak, biz qanda 100 liralıqdan 3'ni, 10 liralıqdan 2'ni, 1 liralıqdan 4'ni mesela maqul şekilde sanlar tarkib topdi. Yani biz matematikada san sıfırlarni yozish uchun qanda bu 10 raqamga ehtiyojimiz bo'ladi. Bu 10 raqamdan foydalanib san sanoqsiz sanlarni yozg'ili bo'ldi.
Bugünkü dərsimiz bu yerdə axırlaşdı. Həmənlərə köpdən köp rəhmət.